Sizga challenge 60 blokdan ratter qiling. Bu juda oson challenge. Bo'ldi, bajaramiz. Hayyo, sizlar bilan o'sha Lord boshlab bugun TQSH nomli kanal o'tkazamiz, ya'ni Tokio qazishkorlar shtabi. O'shanga video olamiz. Birinchi shartni eshitgan bo'lsalaring kerak. Tepaga quramiz. Shartlar deb beraverasizlar, hamma shartni bajar. Teparoqqa qurib olib turib boshlaymiz. Bu shartni bergani uchun unga kattakon rahmat deb qo'yamiz va bajaramiz, bajarishga harakat qilamiz. Ketdi, boshlandi. Bosib qo'yamiz. Suv kerak, suv ko'p kerak bizga, suv. Biz suvni ko'p ichamiz. Yetadi, bitta 5 ta xullas qancha turam. Jonli qolamiz, men jonli bo'ldim. Endi sakraymiz birinchi urinish. Ilohim o'xshasa o'lmay. Allohu akbar, o'ldim. Hop, ikkinchi urinishga keldim, hech qisi yo'q. Hammada xato bo'lib turadi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu TQSH kanali. Tokio qazishkorlar shtabi. Hop, yana bosamiz, yana o'lsin. Paydo bo'lmadim, bo'p. Ikkinchi imkoniyat. Allohu akbar. O'xshadi. Uddaladi. Mana uddaladik endi ikkinchi shartga. Ikkinchi shart shuki, TQSHga challenge. 10 ta kirperni ichida tirik qolish. Shu xolosmi, bo'ldi, bajaramiz. Hop, mana eshitdilaring. Endi boshlaymiz. Qani, ana joylar nechta turam. Qani, bismillahirrohmanirrohim. 3 chiqaylik. Qani, iya. Voy bo'ldi. Yo'q, qoch. Nimaga ulyapman? Uddaladimmi? Shunday qilib oson bo'ldi juda ham. Voy, men chiterman. Bular tushuntirib olamiz endi. Bu yil tepaga chiqib olamiz. Kanalga obuna bo'lgan BDRga ham katta rahmat. O'zimni do'stimni jamoasi kattakon rahmat aytaman unga. Mana endi bajarildi. Unga kattakon rahmat aytaman. Sizlar ham challenge beringlar. Bu TQSH teamga gruppasiga kiradi, qo'shiladi bu video. Obuna bo'linglar, iltimos. Kanal do'stlarimni kanaliga ham sizlar ham shu TQSH teamiga qo'shilmoqchi bo'lsalaring, shu videoga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, kommentga plus qoldiringlar, bo'ldi.